Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan video darsliklarimizni davom ettiramiz. Xo'p, davom ettirishdan oldin har doimgidek YouTube kanalimizni ko'rib o'tamiz. Bizning ushbu kanalda har doimgidek video darsliklar yuklab boriladi. A'zo bo'lib qo'yishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Xo'p, endi video darsliklarimizda foydalanilgan kodlar esa GitHub sahifamizda saqlanadi. YouTube kanalimizning sahifasida profil qismida ham GitHub sahifamiz mavjud. Bu yerdan ham o'tishingiz mumkin. Albatta mana GitHub sahifamiz. Undan tashqari mana GitHub sahifamizga o'tadigan bo'lsak, o'zimizning GitHub sahifamiz mana. Xo'p, bu yerda mana Python Basic papkamizning ichida kodlarimizni saqlab olamiz. Endigina kodlarimizni yozishni boshlaymiz. Bizga Chrome brauzer kerak emas. Kodlarni yozish uchun har doimgidek Visual dasturiga yuzlanamiz. Xo'p, Visual dasturiga yuzlanishdan oldin mana darsliklarimizni ko'radigan bo'lsak, qo'lyozmamiz. Bugungi tanishib chiqadigan mavzumiz esa Python dasturlashtirilgan fayllar bilan ishlash. Xo'p, fayllar bilan ishlash mavzuni boshlashdan oldin kichik bir memlarni aytib o'tib ketaman, ya'ni dasturchilar ishlatadigan so'zlardan. Ulardan bittasi, misol uchun aytaylik, fayllar bilan ishlash o'zi nima uchun kerak? Ya'ni ba'zi bir tug'iladigan savollar. Python dasturlashtirilgan fayllar bilan ishlash bu juda ham muhim. O'zi umuman olganda Python bu katta ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi. Shu jumladan fayllar bilan ham ishlay oladi. Ya'ni misol uchun u rasm bo'ladimi, video bo'ladimi, tekst bo'ladimi va hokazo, ya'ni har qanday fayl birliklari bilan deyarli hammasi bilan ishlay oladi. Ya'ni ularni tahrirlay oladi, ocha oladi, misol uchun uni o'chira oladi. Xo'p, endi ushbu darsligimizni yuzlanadigan bo'lsak, birinchi kirish qismidan boshlaymiz. Fayllar bilan ishlash har qanday dasturchilar uchun kerak bo'ladigan, ya'ni kundalik tarzda ishlatiladigan memlardan bittasi hisoblanadi. Ularda misol uchun ma'lumotlarning ba'zi birlari misol uchun o'qish uchun, ba'zi birlari misol uchun ba'zi bir argumentlari, ya'ni ba'zi birlari o'qish uchun, ba'zi birlari tahrirlash uchun, ba'zi birlari esa o'chirish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, Python bunga juda qulay, ya'ni fayllar bilan ishlash uchun deyarli misol uchun qulay dasturlashtirlar bu Python. Ayniqsa strukturaviy, ya'ni misol uchun aytaylik, ketma-ketligi misol uchun uzun bo'lgan ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan bo'lsak, ya'ni juda ham katta ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan bo'lsak, Python biz uchun juda ham qulay dasturlashtirib bo'lib ishlab bera oladi. Endi fayllar bilan ishlashni boshlashdan oldin bizga kerakli bo'ladigan modullarni ham tanishib chiqamiz. Biz o'tgan darslarimizda modullarni ko'rib o'tganmiz. Xo'p, endi ya'ni ba'zi bir kalit so'zlarni ham shu jumladan ko'rib o'tamiz. Kodlarimizga yuzlanadigan bo'lsak, hamma kodlarimiz ko'rib chiqamiz ketma-ketlikda albatta. Xo'p, undan oldin mana bu bizning papkamiz, ya'ni mana bu 25-dars papkamiz bo'ladigan bo'lsa, keling mana shu 25-papkamizni o'zini ochib olamiz. Ya'ni bu Visual dasturida hozircha hamma papkalarimiz mavjud. Biz mana shu papkani o'zini ochib olamiz. Chunki bizga mana shu papkani o'zi kerak bo'ladi. Hop, buni Visual Studioda ochib olamiz mana. Ya'ni mana shu papkamiz. Bu Visualni yopib qo'yamiz. Qo'shimcha ravishda GitHub sahifamizni ham mana bu Visualni o'zida ishlaymiz. Hop, matchtabni yaqinlashtirib beraman, ya'ni videorolikni sizlar yana ham yaxshiroq ko'rishlaringiz uchun albatta. Endi kodlarimizni ochadigan bo'lsak, men fayl bo'limini yopmayman. O'tgan darslarimizda e'tibor bergan bo'lsangiz yopar edim. Sababi, yopmasligimning asl sababi bizda fayl bo'limida mana ya'ni bu yerdagi misol uchun kodlarimizni ishga tushirgan vaqtimizda bu yerda qanaqadir fayllar yaratiladi hamda bu yerda misol uchun ba'zi bir fayllar o'chiriladi. Bizga ko'rib turganingizdek ma'lum bir xatolikka duch keldik, ya'ni kodimizda o'zgarish. Bu Visual Studioda bo'lib turadigan xatoliklardan bittasi. Ko'rgan bo'lsangiz, men Visual Studioni boshqacha yo'l bilan ochdim. Aslida Visual Studio mana bu yo'l bilan ochilishi kerak, ya'ni mana shu rабочий stolda o'zidan administrator sifatida ishga tushishi kerak edi. Xo'p, ya'ni administrator bo'la olgan kodlarga ham misol uchun administrator bo'la olgan misol uchun aytaylik, ushbu dasturimiz administrator, kompyuterimiz administrator bo'lgan. Endi buni misol uchun ishga tushiradigan bo'lsak, bunda fayllarni o'chira oladi, tahrirlay oladi, misol uchun ba'zi bir elementlar kirita oladi. Sababi, har qanday dastur ham administrator sifatida ishga tushirilmaydi, ya'ni uni shunchaki ishga tushiriladi. Bu haqida kompyuter savodxonligi darsliklarida ko'rib o'tishingiz kerak. O'z aslida buni men administrator sifatida ishga tushirishim kerak. Shundagina o'sha xatoni yo'q qilishim mumkin. Xo'p, administrator sifatida ishga tushirgan vaqtda ba'zi birlarda ogohlantirish beradi. Bizda mana tak yangi versiya chiqqani uchun ham xatolikni berish mumkin albatta. Hop, kodlarimizni ko'rib chiqamiz ketma-ketlikda albatta. Yana mavzumuzni qaytarib o'tadigan bo'lsak, fayllar bilan ishlash. Ya'ni bir qancha fayllar ustida amallar bajarib ko'ramiz. Xo'p, bu xatolikni yo'qotish uchun Visual Studioda yangi oyna ochaman.
Ma'lum, endi umuman olganda u xatolik emas. Bizga misol uchun ranglar albatta ko'pchilikka noqulaylik tug'diradi. Shu sabab nima? Bu yerdan o'zida misol uchun open folder qilamiz. Bu yerda o'zidan GitHubda agar bo'ladigan bo'lsa, GitHubda o'zidan ham ochsangiz bo'ladi. Loyihalar uchun bizda alohida papka mavjud. Python asoslari papkamizda hop 25-darsni select folder qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek kodlarimizni ochib oldik. Endi e'tibor beramiz white. Bizda bir nechta notanish so'zlar mavjud. Xo'p, e'tibor beramiz, ya'ni bizda ma'lumotlar.txt deb nomlangan faylni open qilmoqda. Bizda ma'lum bir darajada ya'ni tanish so'zlar bo'lishi mumkin, ammo biz ularni tarjima qilib ham ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, misol uchun Google tarjima orqali tarjima qilib ko'ramiz. Xo'p, misol uchun white so'zini tarjima qiladigan bo'lsak, ma'lum bir natija kelib chiqadi. Undan tashqari misol uchun red qo'shimcha so'zlar, ya'ni bular fayllar bilan ishlash uchun yordam beradigan qo'shimcha so'zlar deb atasak bo'ladi. Xo'p, endi tarjimonni ochamiz albatta. Bizda tarjimon bor. Google Translate dan foydalanamiz. Xo'p, bu yerda tarjimon bo'limida Translate tarjimon bo'limini ochamiz. Bizda o'zbek tiliga tarjima qilish kerak. Xo'p, white so'zi nusxalamiz, albatta bu yoqqa tashlaymiz. Bilan degan ma'noni beryapti, albatta. ma'lumotlar.txt bilan ochsin degan ma'noda kelmoqda. Kalit so'zni bermoqdamiz, ya'ni bir ma'lumot beriladi hamda undan keyin virgul qo'yilmoqda. Keyin qo'shtirnoq ichida kalit so'zi berilmoqda. Kalit so'zini mana bu yerda jadvalda ham ko'rishimiz mumkin. Ammo biroq sal jadvalimiz pastroqda joylashgan. E'tibor berasizlar, mana o'qish uchun ochadi. Ya'ni ma'lum bir faylni, misol uchun u har xil fayllar bo'lishi mumkin. Mana bu yerda fayllar ketma-ketligini ham ko'ramiz. Asosiy farqlari JSON hamda pickle fayllar bo'lishi mumkin. Undan tashqari misol uchun oddiygina txt fayllar ham bo'ladi. Biz hozirgina txt fayldan foydalanmoqdamiz. Ya'ni ma'lumotlar.txt kalit so'zi red degan ma'noni beradi. Mana bu red, ya'ni qisqartma so'z hisoblanadi. Red deb to'liq yozsa ham bo'lardi, ammo dasturchilarning ba'zi bir vaqtda misol uchun vaqtlarini ekonom qilish uchun, tejab qolish uchun albatta ba'zi bir so'zlar qisqartma so'zdan foydalanilgan. Encoding UTF, ya'ni buni ko'pchiligimiz bilamiz, vaqt mintaqasi bo'yicha fayllarni ochish. As file, ya'ni ushbu faylni, mana bu belgilangan faylimizni qisqa qilib aytganda fayl deb ochmoqda. Ya'ni buni ham dasturlash tilida misol uchun afzallik jihati juda ham katta. Ya'ni bizda white open ma'lumotlar.txt red, ya'ni buni o'qish deyapti, qisqartirib aytyapti, fayl degan o'zgaruvchiga yuklamoqda. Bu juda ham ixchamlashtirilgan usul deb atasak bo'ladi. Bundan aytaylik, misol uchun ixchamlashtirib bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda fayl deb nomlangan so'zimiz oddiygina o'zgaruvchi. Endi matn degan o'zgaruvchiga faylni read qilib yuklamoqda. Read bu bitta funksiya. Ya'ni ma'lumotlarni o'qish uchun ishlatiladigan funksiya. Aytaylik, misol uchun u ma'lumotlar txt yoki JSON faylida bo'lishi mumkin. Eslatib o'taman, txt fayllar shunchaki oddiygina tekst fayllar hisoblanadi. Istalgan ma'lumot txt fayl bo'la oladi. Ya'ni bizda mana misol uchun hop oddiygina txt faylga bitta misol yozib ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum, misol uchun assalomu alaykum IT Creative, ya'ni IT ijodkorlariga xush kelibsiz. Xush kelibsiz deb yozishimiz mumkin. Xo'p, endi kodlarga o'tamiz. Eslatib o'taman, bu misol uchun avval duch kelgan xatoligimizdan bittasi, agar faylimizning nomini bizda hozir codes deb nomlangan, agar buni nomini code deb saqlab qo'yadigan bo'lsak, mana shu xatolikka duch kelamiz. Shu sababli fayl kodini saqlayotgan vaqtingizda kod deb saqlashni maslahat bermagan bo'lar edim. Endi bu qismni yopmaymiz albatta. Ma'lumotlar.txt faylni read qiladi, ya'ni read kalit so'zini ham tarjima qiladigan bo'lsak, biz mana bu ma'lumotni olamiz, ya'ni o'qing. Ya'ni o'qish degan ma'lumotni beradi. Xo'p, endi faylimizga qaytamiz. Xo'p, faylimizga qaytadigan bo'lsak, bizning faylimizda ma'lumotlar.txt bor. Ushbu fayl ikkalasi bitta papkada turishi shart, ya'ni kodim turgan papkada turishi shart. Menda 25-dars fayllar bilan ishlash degan papkani ichida turibdi. Endi fayllar yo'lini ko'rish esa mana bu Movie fayli orqali ham ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari Windows R tugmasini bosadigan bo'lsangiz, CMD dasturi orqali ham fayllaringizni ko'rib olishingiz mumkin. Yoki oddiygina terminal orqali ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni misol uchun kodingizdan tashqari holatda ham o'sha kodda agar fayl yo'lini biladigan bo'lsangiz, mabodo misol uchun aytaylik, biz bilamiz, mana misol uchun загрузки papkasida mana bu faylni yo'lini bilamiz. Ushbu faylning yo'lini mana bu yerdan olishimiz mumkin. Mana bu yerda misol uchun fayl yo'li mavjud. Undan tashqari mana misol uchun bu faylni ochadigan bo'lsak, mana bu fayl nomi, ya'ni yo'li hisoblanadi. Ya'ni shu faylga boradigan to'liq yo'l. Shu faylning nomidan nusxa olib, misol uchun
Aytaylik, oddiygina terminalga ishga tushiradigan bo'lsak ham cmd dasturiga ishga tushirib, mana oddiygina terminal, uzr so'rayman, bizda cmd hozircha yopilgan. Xo'p, aytaylik Windows, aytaylik PowerShellda ishga tushirib ko'ramiz. PowerShell ham albatta bir turi. Bizda mana file deb nomlangan oldidagi narsani olib tashlashimiz kerak. Statistikda user. Xo'p, users IT Park degan yozuvgacha olib tashlashimiz kerak albatta. O'zini ham bu yerda kalit so'zlari bor. Misol uchun kalit so'zlardan bittasi cd. cd bilan ham foydalanishimiz mumkin. Mana cd, misol uchun download papkasiga o'tish uchun mana download degan papkani qidirib topamiz shu yerdan. Document, mana download. Ya'ni biz download papkasini ochiramiz. Undan tashqari mana yana cd file deymiz. Mana file deydigan bo'lsak, avtomatik ravishda shu so'z bilan boshlanadigan so'zlarni topib beradi. Mana fayllar bilan ishlash. cd buyrug'i faqatgina mana buyruqlarni olib beradi. Hop, bu yerda open berishimiz mumkin, ya'ni xuddi shu terminallar orqali ham biz ba'zi bir amallarni bajarib ko'rishimiz mumkin. Endi biz terminallar orqali emas, biz kodimizda bajaramiz. Sababi biz shu vaqtgacha kodni ishlatib kelmoqdamiz, bundan keyin ham kodni ishlatishda davom etamiz. Endi kodimizni ishga tushiradigan bo'lsak, ushbu javobni olishimiz mumkin. Ya'ni assalomu alaykum, IT Creative'ga xush kelibsiz. Read kalit so'zining tarjimasi, ya'ni ma'nosi, mana bu qo'lyozmamizda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni reading, o'qish degan ma'noni beradi. Fayl mavjud bo'lmasa xatolik beradi. Ya'ni mana shu qo'lyozmamizda ham ko'rishimiz mumkin. Fayl mavjud faylga ta'siri, ya'ni faqatgina o'qiydi, qo'llaniladi, ya'ni faqat faylni, matnli faylni o'qishda, faqatgina matnli faylni o'qishda TXT formatdagi o'zi fayllar umuman olganda matnli formatlar hisoblanadi. Aytaylik, misol uchun ular jadval bo'ladigan bo'lsa, ularni ham oddiygina matn ko'rinishida ochib beradi. Hech qanaqa jadvallar chizib bera olmaydi, ya'ni TXT faylda hech qanaqa jadvallar chizishning iloji yo'q. Misol uchun mana shu TXT faylimizni tahrirlashimiz mumkin, oddiygina Notepad orqali ham tahrirlash mumkin. Oddiygina Notepad, ya'ni hech qanaqa qo'shimcha dastur emas, ya'ni uni o'rnatish shart emas. Aytaylik, mana ma'lumotlar deb nomlangan TXT faylimiz bor. Ushbu ma'lumotni mana OpenWise qiladigan bo'lsak, Blocknote orqali ham ko'rishimiz mumkin bundagi ma'lumotlarni. Понятно? Mana ma'lumotlarimiz. Bularni shu joyning o'zida ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Keyin saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni yopamiz, bizga kerak emas albatta. Davom ettiramiz. Ma'lumotlar.txt faylini ochish uchun biz r kalit so'zli ma'lumotlarni ishlatishda davom etar ekanmiz. Ya'ni open bilamiz, ingliz tilidan tarjima qilinganda ochish degan ma'noni beradi. Ya'ni qanaqadir faylni ochish uchun xuddi shu kalit so'zdan foydalanar ekanmiz. Endi keyingisiga o'tamiz. Xuddi shunday qilib, faqat write. Salom, bu mening yozuvim degan ma'lumotni chiqarmoqchimiz. Endi w ga o'tadigan bo'lsak, mana bu qisqartma so'z write degan ma'noni beradi. Yozish uchun ochadi, avval ma'lumotni o'chiradi. Agar misol uchun eski ma'lumotimiz bor, e'tibor qilaylik. Aytibdi, fayl mavjud bo'lmasa uni yaratadi, o'chirib yuboradi. Ya'ni agar fayl avval mavjud bo'lgan bo'lsa, uni o'chiradi hamda uni yangi yaratadi. Agar misol uchun mavjud bo'lmasa, uni shunchaki yaratadi. Ya'ni avval yaratilgan, hech qanaqa ichida ma'lumot yo'q. Misol uchun bizda ma'lumot bor. Agar men hozir kodimni ishga tushiradigan bo'lsam, mana misol uchun bizda salom, bu mening yangi yozuvim degan ma'lumot chiqib keladi. Ya'ni bizda eski ma'lumotimizni o'chirib, o'rniga yangi ma'lumotni kiritadi. Ishga tushiramiz. Ishga tushdi. Biz hech qanaqa printdan foydalanmaganimiz uchun hech qanaqa ma'lumotni chiqarib bermadi. Ammo ma'lumotlar.txt faylimizga kiradigan bo'lsak, biz o'sha faylimizni ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu mening yangi yozuvim. Endi bu ma'lumotni o'chiradigan bo'lsak-chi, buni o'chiramiz. Endi kodimizga ishga tushiradigan bo'lsak, qaytadan ishga tushiramiz albatta. Ishga tushirdik, mana yangi yaratdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, kodimizni yangi yaratib berdi. Ma'lumotlar.txt deb nomlangan faylni yaratib berdi. Endi xuddi shu ma'lumotni yopamiz. Keyingisida a ni ham ko'rishimiz mumkin albatta. Qo'shish, append qisqartmasi. Append bilamiz. Avval misol uchun ro'yxatlar bilan ishlashda, lug'atlar bilan ishlashda bizga yordam beradigan metodlardan bittasi edi. Xuddi shunday qilib appendni qisqartmasi write da qo'llaniladi albatta. Open write da uni yaratadi. Yozilgan ma'lumotlar qoladi. Ya'ni bizda w da avvalgi ma'lumotlarni o'chirib tashlar edi. Mana bu bizda eski ma'lumotlarimiz. Endi yangi ma'lumotlar esa yana bir qator qo'shiladi. Ya'ni n metodini bilamiz albatta. Xuddi shunday qilib yana bir qator qo'shib beradi. Ya'ni w yaratadi, yo'q bo'lsa yaratadi albatta. Bor bo'lsa ichidagi ma'lumotni o'chirib tashlaydi. A ni esa vazifasi
Asosan, misol uchun agar yo'q bo'lsa yaratadi. W dan farqi esa, misol uchun agar avval ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa ma'lumotni o'chirmaydi. Uning davomidan davom ettirib ketadi. Endi misol uchun ma'lumotlar.txt ga e'tibor beramiz. Buni yana alohida o'yinda ochib ko'rsatish mumkin. Albatta, kodlarimiz biroz kichikroq, shu sababli bemalol ishlaymiz. Endi bu kodimizga o'tadigan bo'lsak, mana ishga tushiraman. Xo'p, menimcha ikki kodga bo'lgan vaqtimizda bu boshqa fayl bo'lgani uchun buni ishga tushirishni iloji bo'lmay qoldi. Buni misol uchun bu tarafga o'tkazamiz. Xo'p, buni esa bu tarafga o'tkazib ko'rishimiz mumkin mana. Endi ishga tushiramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yangi qatorda qo'shiladi. Agar buni qayta ishga tushiradigan bo'lsak, yana shu narsalar qaytarilaveradi. Ya'ni har safar o'sha ma'lumotni qo'shib ketadi. Xo'p, yana e'tibor beramiz. Keyingisi open R+. Xo'p, qo'lyozmamizga qaraydigan bo'lsak, R+ ham mavjud. Xo'p, bu tarafda ochib bermoqda. Bizda bu hozircha kerak emas, yopib turamiz. Terminal ham hozircha kerak emas. Xo'p, X larga yana alohida to'xtalamiz. R+. Asosiylarini ko'ramiz, ya'ni bularni misol uchun X faqat yangi faylni yaratadi, agar mavjud bo'lsa xato beradi. Ya'ni u faqatgina yaratadi. Unga hech qanaqa ma'lumotni qo'shmaydi. Ya'ni bizda asosan endi X dan ko'pchilik foydalanmaydi. Foydalanadiganlardan bittasi misol uchun A yoki W joyiga qarab qo'llaniladi. Keyingisi R+, o'qish va yozish uchun ishlatiladi. E'tibor beramiz, yangi fayl mavjud bo'lsa xato beradi. Faqat yozadi hamda o'qish uchun ishlatiladi. Ya'ni ikkitasi birda. Qo'llaniladigan joyi esa mana misol uchun har bir operatsiyada qo'llash mumkin. Ya'ni har bitta joyda qo'llash mumkin. Keyingisi W+ ham xuddi shunday yozish va o'qish uchun ishlatiladi. Faylni bo'shatadi, ya'ni avvalgi fayldagi ma'lumotlarni butunlay o'chirib tashlaydi. Bu yerda ogohlantirish ham berilgan. Xuddi shunday qilib boshqalarni ham birgalikda ko'rish mumkin. Bularni ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz kodimiz davomida. Ya'ni bizda hozirgina voids open ma'lumotlar.txt faylimiz bor. R+ dan foydalandik. Endi buni misol uchun eski matn, ya'ni bizning matnimizni print qilib chiqarib beradi eski matnda, hamda fayl sec degan funksiyasi bor. Boshlanishiga qaytaramiz, ya'ni uni oldingi holatiga qaytaramiz. Mana ishga tushiradigan bo'lsak, bu avvalgi holati. Endi buni ko'radigan bo'lsak, mana bu avvalgi holati. O'shani avvalgi holatida mana bu eski matn. Ya'ni salom, bu yangi yozuv degan narsa, bu eski matnimiz edi. Xuddi shunday qilib ketma-ketlikda davom etadi. Ya'ni eski matnni birinchi o'qiydi, uni ustidan yangi ma'lumotni qo'shib beradi. Xo'p, keyingisi Pickle. Pickle kutubxonasi haqida biz Google dan yoki boshqa joylarda misol uchun ma'lumotlarni qidirib ko'rishimiz mumkin. Albatta, Pickle bu modul hisoblanadi. Pickle haqidagi ma'lumotni misol uchun Google dan qidirib ko'ramiz. Yoki misol uchun AI, ChatGPT lardan ham so'rashimiz mumkin. Albatta, Pickle about Python dokumentatsiyasidan topishimiz mumkin albatta ma'lumotni. Pickle bu yerda ingliz tilida berilgan, shu sababli men misol uchun qisqacha aytib o'tib ketaman. JSON formatdagi fayllarni misol uchun shifrlash uchun ishlatiladi. Biz bilamizki, misol uchun kompyuter ishlagan vaqtda binariy sanoq sistemasidan foydalanadi. Xuddi shunday qilib biz kiritgan barcha ma'lumotlar, ya'ni misol uchun aytaylik, mana bu ma'lumotlar ham aslida kompyuter tilida binariy ma'lumot turlari hisoblanadi. Xuddi shu binariy ma'lumot turida shifrlaydi. Misol uchun bizda talaba deb nomlangan aytaylik ro'yxatimiz bor. Lug'at deylik, mana misol uchun unda ism Ali, yosh 20, fanlar misol uchun matematika hamda informatika deb ro'yxat yaratilgan. Endi uni nomi Pickle bo'ladi, ya'ni PKL. Xuddi Pythonda qisqartmasi Py bo'lgan singari bunda ham PKL hisoblanadi. Xo'p, endi e'tibor beramiz, ya'ni matematika hamda informatika bu ro'yxat. Ya'ni lug'atlar ichida ro'yxatdan ham foydalanishimiz mumkin edi. Bu ya'ni mumkin bo'lgan qoidalar. Keyingisi voids open, ya'ni xuddi shu avvalgidek davom etadi. Farqi txt o'rniga pkl dan foydalanamiz. VW dan foydalanamiz. Sababi mana bu qo'lyozmamizda ham yozib o'tganmiz. E'tibor beradigan bo'lsak, VW ning vazifasi write binary degan ma'noni beradi. Ya'ni binariyda o'qi degan ma'noni beradi. Endi e'tibor beramiz, bizda kodimizga qaytib olamiz. Ya'ni ushbu faylimizni fayl ko'rinishida saqlab beradi, ya'ni faylga o'tkazib berdi. Endi Pickle dan mana bizda dump deb nomlangan funksiya bor. Ichida ikkita ma'lumotni qabul qiladi. Qaysi faylga yo'l hamda qaysini, ya'ni qaysi o'zgaruvchini o'sha turga o'tkazirish kerak. Endi ishga tushiramiz buni.
pickle kutubxonasi standart kutubxonalardan bittasi hisoblanadi. Buni hech qanaqasiga misol uchun pip install qilish shart emas. Install kal so'zi, ya'ni Pythonda kutubxonani o'rnatish vazifasini bajaradi. Xuddi shunday qilib bizga kerak emas. Endi talaba PKL o'tadigan bo'lsak, ushbu faylni ocha olmayman deyapti Visual Studio. Buni ochish uchun kompyuterda hech qanaqa dastur mavjud emas. Hozircha PKL ni misol uchun konfiguratsiyasini biz Visualda qidiradigan bo'lsak ham hech qanaqa ma'no chiqib kelmaydi. Ya'ni PKL ni hech qaysi misol uchun dastur ochib bera olmaydi. Eslatib o'taman, qaytarib o'tamiz. Yana PKL formatdagi shifrlangan kodlarni yoki shifrlangan ma'lumotlarni hech qanday dastur ochib bera olmaydi. U Python dasturlash tilida shifrlanadi hamda Python dasturlash tilida qaytadan o'qish mumkin bo'ladi. Ammo hech qanaqasiga uni misol uchun undagi ma'lumotlarni o'qish, boshqa dasturlar orqali o'qish mumkin emas. Misol uchun buni Telegramdan tashlab beradigan bo'lsam, Telegram ham ochib bera olmaydi. Yoki boshqa platformalar orqali, misol uchun WhatsApp, Viber, misol uchun Imo, misol uchun VKontakte, Instagram, misol uchun shunga o'xshagan messenjer yoki shunga o'xshagan joylardan tashlab beradigan bo'lsam, uni oddiy text fayl sifatida ochib bera olmaydi. Ya'ni bu ma'lumot shifrlandi. Binarniy ma'lumot turlari 0 hamda 1 dan iborat bo'lgan ma'lumot turlari edi, esimizda bo'lsa. Xuddi shu ma'lumot turlariga asoslanib biz kiritgan ma'lumotlarni, ya'ni ism, ali, yosh, ko'rinishda shunaqa turga o'tkazdirib berdi. Ya'ni binarniy ma'lumot turiga o'tkazdirib berdi. Uni faqatgina Pythonda pickle kutubxonasini o'zida qaytadan o'qib bera oladi. Endi biz mana bu pickle ko'rinishiga o'tkazdirdik ushbu ma'lumotlarimizni. Yana davomiylikda ketamiz. Misol uchun talaba PKL RB, ya'ni biz yuqorida ko'rdik. Misol uchun WB write binary degan ma'noni bergan bo'lsa, endi RB esa read binary degan ma'lumotni beradi. Ma'noni beradi. Sababi biz write qildik, write yozish, ya'ni biz talaba 1 dan yozdik, endi talaba 1 ni ochishimiz kerak. Xuddi talaba 1 deb nomlangan mana bu faylimizni beramiz hamda undagi ma'lumotlarni tiklash, ya'ni o'sha ma'lumotlarni o'qimoqchimiz. Ishga tushiraman. Mana bizdagi ma'lumotlar, ya'ni biz boyagi ma'lumotlarni saqlagan edik, endilikda biz o'sha ma'lumotlarni o'qiy oldik. Xuddi shunday qilib pickle orqali misol uchun ma'lumotlarni shifrlash mumkin. Bu binariy ma'lumot turlari hisoblanadi. Uni hech qanaqasiga misol uchun hech qaysi dastur ochib bera olmaydi. Bu ham albatta bir Python dasturlash tilining afzalligi hisoblanadi hamda bir tomonlama minus ham hisoblanadi. Ya'ni diqqat, pickle fayllarni faqat ishonchli manbada o'qing. Ya'ni bular virus ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ular misol uchun ma'lum bir buyruqlarni o'z ichiga oladi. Shu sabablama ulardan ehtiyotkor bo'lishni maslahat bergan bo'lar edim. Fayllar bilan ishlash mavzumiz hozircha o'z poyoniga yetdi. Bizda YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Sababi har qanday video darsliklarimiz ushbu kanalga yuklab boriladi. Mana YouTube kanalimiz havolasi. Xo'p, barchangizga rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Albatta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.